Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Milliy bank hamkorligida Surxondaryo viloyati Denov tumani Qorako'z mahalla fuqarolar yig'ini 412-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda piyoz ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar, uzunligi 945 metr, eni 1060 metrni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar pishib yetilmoqda, kavlab olish holatida. Ekinlarni yetishtirish 245-270 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'tlar bilan oziqlantiriladi. Begona o'tlardan tozalanadi. Ushbu loyihaga 42 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 10-30 sotix yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Bahriddin Agro MChJ ishlab chiqarish kooperatsiyasi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan taxminan 35-40 tonna, jami 350-400 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib borilish ko'zda tutilgan.